Kost temasi Omina sochlaringiz mol yanaganda yaltillab turadi degan qizni diqqatiga. Bugungi videoda mana shunaqa glow effektga qanaqa kelishi sirlarini ochaman. Birinchi o'rinda sochlarimizni shunday ho'llab olamiz. Keyin bo'lsa 2026-yilda men udачный topgan naxotganimiz sochimizga investitsiya qilamiz. Shampun juvmaysinba. Скажи perxati, ko'zmi ko'rbit bo'li, tushundingmi? Da qizlar, 2026-yilda muzdan chiqimdan tashqari topgan eng zo'r naxotkam shu bo'ldi. Nega siz to'y harakatlari bilan stress qilib, men 30% sochimni yo'qotishga обратное восстановление uchun hech qanaqa sulfat qo'shilmagan agressiv sredstvalar yo'q, shab shampunlarga o'tishga qaror qildim. Shampun juvmaysinba. Sochimni takib turishim, to'yimni shunaqa bo'lishga qo'yaymi ekan? Sochlarimizni mana shunaqa takib ko'pirtirib olganimizdan keyin idish suvini yuvib olamiz. Ana, moliyalagan effektimizni 30% ga ham berishdik. Вот nima uchun bu shampunni masalanchi opalarga yoniga olib chiqargan bo'ldim. Shampun juvmaysinba. Biz uxudimizdan samimiy ответственный momentiga keldik. Bu effekt faqat yuzda emas, sochda ham bo'lishi uchun bizga massaga xos juda ham yaxshi yordam beradi. Mana shu maskara ishlatganimdan keyin 2 yildan beri o'smayotgan sochim mana shu opanikidek bo'lib ketdi. Yaxshi niyat yarim korovada bu prosessimizni ham boshlab yuboramiz. Nima bildim, sindirmasam hisobmas. Да, далеко не эстетичное зрелище. Но мы же тут не за эстетику сидим. Salonga strishka uchun chiqqanimizda shunaqa sochga maska qilingan xolalar o'tirishardi. Men shu payt bilmagan ekanman, o'yindan keyin shu xolalardan bittasi men o'zim bo'lishim. Sochimdan har bitta ugiga yetish uchun mana bunaqa bayska olib surasida. Tugab qolishdan qo'rqmanglar, chunki trichapa maskalari juda ham barakali. Shampun juvmaysinba. Красота требует жертв. Как мы поняли, сегодняшняя красота это я, жертва мои волосы. Maskamizda kamida 15 minutdan yarim soatgacha boshimizda turish kerak. Kстати, ko'rishga ulgurmaganlar men bir ihtimol oldim. Endi men ulgurgan kosmosdan ham ko'rinib turibdi. Sirda 3 soniya bor topishga tishimni ko'rmanasligi muzdan chiqimdan nima so'radim deb o'ylaysizlar. Men muzdan chiqimdan благополучно yenot so'radim. Endi to'ydan keyin Bentley mushugim o'rniga yenot boqadigan bo'ldik. Qizlar, maskamizdan благополучно yuvib oldim. Chunki xudlik qilarkansiz, shunga yarasha sochingizni kamroq bir risk qilsangiz kerak deyishim mumkin. Yo'q qizlar. Santoriyada hozir nastoящий mazoxist turibdi. Bu degani men har kuni sochimga dazmol yoki fen ishlataman degani. Esa sochingizga fen bilan dazmol ishlatganingizda sochlaringiz kuyib, tegi tezroq gullaydi. Aslida uchun shuni oldini qanaqa olishni ham o'ylab qo'ydim qizlar. Bu termozashitamizda sochlarimizni 230 gradusgacha himoya qiladi. Undan tashqari sochlaringizni восстановить qilishga ham yordam beradi, chunki uni tarkibida oziqlantiruvchi yog'lar ham bor. Kстати, bu sigaretka sochi bir shtukatka qiladiganlarga ham zo'r tushadi. Shampun juvmaysinba. Ayrim sabablarga ko'ra svetimiz o'chib qoldi, поэтому qop-qora Omina bilan dash video olamiz. Ayrim sabablarga ko'ra mana film ishlamay qoldi, o'shandan keyin filmlarda borib o'tkazamiz. O'zingiz ko'rishingiz mumkin, qiz sochlarim уже объемный bo'lib quritildi. Itoman bu yerda hali gafli qilmadim. Bu naxotkandan xolamiz pisklariga qo'shib qo'ysa ham bo'lar ekan. Shampun juvmaysinba. Agar mana naxotkanni ishlatgan yeridan sizlarga ham yordam bersa, bitta duo qilib qo'yishni esingizdan chiqarmang.